Ciddileşmeyin kızlar. Hammalarga bak. Nahit yaxshi. Bobby Gro, Los Angeles'taki en dağınıq rəssam degəndəklər bəxti kelgan adamga. Hakikaten bir şirin tushga o'xshadi. Uningdek odamlar bizga hojati tushmaydi. Men sizning rasmingizni chizib beray. Rahmat. Hay do'stlar, bir askini ko'rdinglarmi? Yo'q. Amaliyotda bir ayol. Men ayollarga amroq, aroq, ichimlik, pechin prayniklar menga hisob bo'lsin. Rahmat. Sirliq bir ayol Bobby'ning uyiga kirib, uni qo'rqitib yetibdi. Tangdarlarni nadimi bunda qo'g'lishadigan ish bo'lsin. Be, men o ayolni Bobby'ni qo'g'lishyotdi deb qaramayman. Bobby! Bobby, gapini qilsa u keldi. To'xtang. Shunda qilish kerakmi? Odam fayzini uchun. O'tdi. Rasmimni sizlagan bo'lsangiz. Xizmatingizda bo'lishni xohlayman. To'liq go'zalkansiz, ingingiz, ma'nizlaringiz bek muqamlashgan. Tan qurilishingiz kelishgan. Sizdeklar bakkan uchraydi. Elam, siz bo'ldi. Rahmat. Keling rolik. Yana birdan ko'tarib o'taylik. Bo'ladi. Bobby. Siz nimishqa hadisli mendan o'zingizni qochirsiz? Shundaqmi? Men ahmoqman jo'q. Keyingi qatamda setish qaysi kun? Dushanba kuni Xursand san'at saroyida. Sizga gap bor. Oh, xudo. Sizkensiz uyimga usib kirgansizda. Kechiring. Men bu qo'lim rasmsiz ish qilasim bo'ladi. Sizga deydigan gap bor. Barmoqimni uzib yetgan bo'ldingiz. Kechiring. Mening sizga ziyonkashlik qilgim yo'q. Siz endi nimani? Quzinglar, u shu. Ular xabra bo'ling. Ish yo'q. O'rningizda turing. Ish yo'q. Hey! To'xta! Uni tutamiz. U soat kimlar? Güzel hem Batur Will Ironis, xuddi osmondan tushgandek qovul kishilardan tashkillangan Los Angelesdagi eng ilg'or qo'g'dash shirkatiga yetakchilik qilib, eng xatarli qo'g'dash vazifalarini orqa-orqadan muvaffaqiyatli o'rindab keldi. Yaraysiz. Eng yuqori sur'ati 120 chaqirim, 100 chaqirim oraliqni kuzatib bo'ladi. Ona nəhayət qısqa vaxt içində çuva pikapning kanisandıqqa qaçdığıla bo'ladi. Qancha pul?
32 ming. Nega? Men chet eldan biri 28500 dollarga setib olgan. Rahmat sizga. Ey, to'xtang. Xanqas, bo'ldi. 30 mingga beray. Yana oliy daraja qurol sistemasini birini yushirin sovuq qilay. Bo'ladi amsa, qachirab bering. Bira ilgirlashmami? Bu bek chiroyli ekan. Chet el talaffuzda so'zlaydi ekan. Dengizni yaxshi ko'rdi ekan. Los Anjelesdagi ayollarning yeri shunda. Men xalqaro soqchilarning sonliq amrini tekshiryapman, tex topolmadim. Bexatarlikni ko'zda tutib, Bobini oliy darajalik yurishlik uyga yo'tkaylik. Shu yerda rasm setish yig'iniga tayyorlaymiz. Ver uy jihozlarini etmangsin. Dang, bu yoqni uy jihozlariga tekkizib atmasin. Xam suratni zoya qilgandan yaxshi-da. Bobi, hurmatga sazovor rassom. Uning rasmlarining setilish miqdori kichik bir davlatning ishlab chiqarish umumiy qiymatidami yuqori? Bilamsiz? Ash eski rasmlarnimi? Nima deyapsiz? Demedim. Bugun kech Bobi rasm setishdan ilgari aksiyaga qatnashdi. Biz rasm koridorida tayyorlik xizmatini yaxshi qilishimiz kerak. Mana buni san'at deymiz. Do'tbegingizni tashlamasiz. Men nega yig'ib saqlamoqchi? Sizning maoshingiz men bir hafta ishlatadigan portlatqich dorining puliga yetmaydigan tursa. Yaxshimisizlar? Mening katta cho'lponimni qo'dab etibsizlar-da. Men Steven Harsen, rasm koridorining xo'jayini, Bobby Groning birdan-bir vakolatchisi. Tayyorligimiz bitgandan darhol ketamiz. Rasm koridori kechda ichiladi, aldirmanglar. Siz Bobbyning maxfiy cho'qinug'isidan kim ekanligini bilasiz. Bobbyning cho'qinug'isi nihoyat ko'p. Jon, bizning saptishimiz. Yaxshimisiz? To'g'risi qo'yilgan sinalg'i apparatini o'rnatib qo'ydim. Sizlar qoldiskansizlar. Maqtanchim. Kechiringlar. Menga telefon keldi. Men kutmagan ahvolning yuz berishini xohlamayman. Meningcha u faqat kallasi haddidan tashqari qizib ketgan bir cho'qinug'ichi. Men qo'g'dug'ichi yolladim. Ehtiyot qiling. Yana birsini ko'rib boqay. Bu eng oxirgisimi? Rostini desam, yana 3 bor. Men yetib qolganda Bobbyning rasmining belgilangan ranglar bo'yicha sizlib bo'lishini umid qilaman. Bo'ladi, Rodi apandi. Men yaxshi bir taraf qilaman. Nomi mashhur davlat go'hri mening uyimga kelib qapti. To'g'ri. Mening bu dunyoda eng shohirda va amonlik saqlash shirkatimning viviskisi bekor etilmaganda. Tangrim, ver, u yana men qarab o'tadi. Uni sizni sizg'isbada qiladi. Siz menga bir stakan apelsin shirnisi ilib etgan bo'lsangiz. Meni sizmabsiz-da. Apelsin shirnisi tilga ilinsa, mening ijodiyatim ilhomga muhtoj bo'ladi. Bu koni muhit menga loyiq emas ber. Siz mening uyimni ko'nikan da'vatansiz. Vaqt o'tgan bo'lguga o'xshaydi ekan. Undaq bo'lsa apelsin shirnisini ko'proq ichsangiz bo'g'dak. Bak ko'p ichib uyimga qusib etmangmi? Men anglamadim-ku. Bel harakatiga tayyorlaning. Hazırlık elimi. Ver, tayyor bo'ldingizmi? O'ng putingiz seriq rangda. Bardoshlik bera olasiz. Ver, cho'qim bardoshlik bering. Yilonga o'xshash, xuddi yilondek. To'lg'inib ketdim. Men shunday shaklni yaxshi ko'raman. Moslashish nima degan chiroyli. Qaltis bo'ldi. Putim qovlishib qoldi. Bering. Men boray. Yaxshisiz. Midilama. Ma'qul. Jib turing. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hay.
To'xtag'in, o'zim ketay deb qoldim. Bobi. O nima bo'ldi? ishim bo'lmadi. Sizga bir ish bo'lmaganda. Yo'q. Siz keyingi asringizga so'zsinrang shilting. Ko'nglingizga ama. So'sinirang. So'zsinrang. Sağuş işinlarına yaxşı emasmi, ha? Bobi. Siz mendan nima uchun deb so'ramang. So'zsinrang. Ko'nglingizga ama. Uqdingizmi? So'sinirang. Vannamdan qizitish asbobi yerilib ketgan chaqda men g'alitilik his qilgan edim. Shunga menda bunday sovuq ajablanish paydo bo'lgan. Bu yaralangan qanot, uning ilhomi yaralangan bir kepinakdan kelgan. Qaramandigan uning dushqin holatiga havoga ko'tarilgandek turdi. His qıldыңызмы? Lәрзиге keltirganligini his qıldыңызмы? Yana muhabbatni his qıldыңызмы? Bir kepinak, g'amkin bir kepinak. Bu mening yaxshi ko'rdig'im ekan. Bomba o'xshaydi ekan. Bu mening rasmim emas. Steven. Teptinish okean qayerda? Steven, siz nerede? Bobi, nima ish bo'ldi? Teptinish okean qayerda? Bu rasm xato qo'yilib qoldi. Bobi xafa bo'ldi. Jiddiylashmang. Men uni kaynik opirib, uning tepishib beray. Güçlüğünü keltirdi. Qandaqsığı yo'qolib ketadi. Qayoqqa qo'ygan edingiz? Men chekilmagan. Steven qo'ygan. Men uning qayoqqa qo'yganligini bilmayman. Menimcha. Diqqat qilinglar, ahvol ko'rildi. Tezman shu. Bobi! Bu yoqqa keting. Tez bo'ling. Ben çakı tekkizdim. Jazmlashtirayman. Menmi shu o'q o'tmas balon ekan. Ulan nima odamlar o? O'ydiklanda cho'chitib o'tmagandi o. Bil! Nima ish bo'ldi? Nega? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi emas. Rasmim tugashdi. Qandaq cho'qin o'qitchidi u. Tek o'qitmas mashina bilan qochib ketdi. O'qdan qo'rqadigan odam. Javobingga rahmat. Sen haqiqatan aqlli ekansan. Ay, tez kelib ko'ringlar. Buni san'at saroyidagi kuzatish apparati ta'tavapti. Uning qo'l chirig'ining nuri bak kuchlikkan. Amaliyotda bu infraqizil nurni kuchaytiradigan uskuna, bir xil rentgen uskunasi. Cho'qinuvchilar buni ishlatishga boshlabdimi? U cho'qinuvchi emas, rasm o'g'risi.
Yordamchilar bo'lsa ko'ngillik bo'ladi deyman. Albatta. Ular mening ijodiyatimda intayin muhim. Boshlanglar. To'xtang, savr qiling, bo'lmaydi. Nima? Nima demoqchisiz? Mening ijodiyatim ilhomga muhtoj. Bu yerda bo'lmaydi. Sizlar ketinglar, mashina to'sib ketinglar. Sizlarga pulni u beradi. Ketinglar. Xo'sh, ketinglar. Tez ketinglar. Bobby. Nima ish bo'ldi? Yaxshimisiz, Steven? Dushanba kuni kim ortiq qilib setladi? Tezroq bitti. Menga yana ekipaj kerak. Sizning degangiz sizga ish yo'q. Men bo'lsam san'atkor. Suvoqchi emas, bildingizmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Men seni nima desam, sen shu. Obzorchi uzluksiz turda yangi agi balani izlaydi. Bu yil yana men seni ko'rsatdim. Yana ekipaj sizg'in dushanba kuni. Bu ablah ranjiganda qiladi. Shundaqda qiladi. Biz uni piq tushaylik. Nega? Qarsin aerodromda bir odamning oldiga chiqdi. Keyingi tushib, dasha biz bilan uchrashadi. Tushundim. Bobby rostla ilhomga muhtoj o'xshaydi. Topdim. O'zingizni patqoqdan tortib chiqarib ortiqchiligingizni joriy qildiring. To'g'ri, o'zingizni fanga deb biling. Sizning xuddi shamolga o'xshash. Bo'lmaydi. Qarg'anda sizni qattiq ruhlantirmasak bo'lmag'idek. Danga qanday ruhlantiramiz? Amal tepildi. Woke up too early, can't see awake with my mind. Don't want no hurt, just gotta get back in line. No tears are falling, not unless you give it time. Keep going, no slowing down, just let it ride. I feel fine. So fine. Feel fine. Tayyor bo'ldinglarmi? Washington Drive nomli paraxod yo'lga chiqdi. Tayyor bo'ldinglarmi? Paraxod qo'zg'aldi. Oldimizda Mustafa aka. Kechiring. Tag'rim. Ostida bir nima bada qiladi. Nimada? Ve bu yoqni rasmga charchatib etdingiz. Men emas. Siz. Men Amerikadagi cho'ng yig'ib saqlovchilarga kelib qatnashish to'g'riliq uqtirish qildim. Men masala chiqmaslikni umid qilaman. Onunga dedim, o bitirib berdi. Harsin apandi, keyin tarafdan topdim. Qanday qilamiz? Kim sizibdi? Bilmayman. Ibtidoyi, yavoyi, ko'ch. Yaxshi. Kim ortiq qilib setish yig'ini qo'ysak, plandan sirt kirimga erishimiz. Xo'p, Harsin apandi. Bu tomochiqning egisi bormikan? Bor ekan, qiz do'sti Bobbyning bir yordamchisiga. Men mushxildilarni yoqtiraman. Siz o'rinlashtiring. Menga yana birini tepib bering. Burunqidekmi? Chataq yo'q. Jon, men san'at saroyining keyingi ko'chada, sizning u yaqinda qarab. Jon, siz qayerda? Bu
Jon, siz qayerda? Jon. Ishchi kishi bilmamsiz? Nimishqa xaridorimni parakanda qilasiz? Mening siz bilan tirkashkim yo'q. Endi degan bilan kechdingiz. Pushaymayapmanmi? Siz rasm o'g'irlamoqchi, shundaqmi? Siz federatsiyaning alayda xodim bo'lgan, 4 qatim nikohlangan. Xato demagandimi? Tasha desdi. Siz kim? Qimirlisingiz o'ltirdimi? Men mushu gapni aytib turaman. Bu bir xil maxfiy nomer bo'lishi mumkin. Menimcha bu bir parcha rasm. Fanganing rasmi. Oh! Chiqilma. Ay, kerak yo'q, Vel. U o'z odam. Siz yaxshimi? Albatta, men tayoq yemedim. Ronit, Federatsiya tekshirish idorasining odami. Natsiyaslar bulab ketgan badiiy asarlarning iziga tushgan. 10 parcha rasm New Yorkdan o'g'irliqchi Los Anjelesga yetkazib kelinib, Harsonga topshirilgan. Harson qo'g'dig'ichi, Rodi bo'lsa asosli suiqasd. Bundaqda Bobby qandaq nima? Ular cho'qim meni qilva deydi. Rodi yangroqni danglik rasmning ustiga yepib, uningga ustida yangi rasm ijod qilgan. Ondan o'tkazilgan kim ortiq qilib setish yig'inida danglik rasmni Rodining xaridorlarining qo'liga topshirmoqchi bo'lgan. Nima degan yaxshi, men san'at sohasidagi saxtalik yaratuvchining ochmoqchisi bo'ptiman-da. Sizlar bu danglik rasmlarni tepib kelishinglar kerak. Topimiz. Harson ularni kim ortiq qilib setish yig'iniga olib chiqsin. Obdan o'ylashinglar, yana bir rassi Bobbyning iziga tushmasin. Hisobot talonini akiling. Men falsadiy baxchisiga borman. Xato gap qildimmi? Uningga hech ish bo'lmaydi. Rodining keyingi qadamdagi planini tepib chiqishga amalim bor. Rasm setish boshlanguncha u Tinch okean mehmonxonasida turdi. Maxfiy tanishig'ish o'rnatib qo'ysangiz bo'g'idek. Buni bilaman. Biroq men niqoblanishni bilmayman-da. Niqoblanishingiz ajatsiz. Eg'izda demak oson. Siz meni o'yinchik palvon bo'ling demoqchimi? Yo'q. U o'zini kutadigan bir qiz topmoqchi ekan. U lukchak mijozli qizlarga bek omroq ekan. Shunga meningcha sizning nima o'ylaganingizni bildim. Siz meni bosim demoqchi, to'g'rimi? Ochiqlanmang. Men bu ko'pchilikni o'ylab tavateman. Qo'shilmasangiz mayli. Yo'q. Men albatta qo'shilaman. Biroq hasad qilmasangiz bo'ladi. Faqat maxfiy tanishig'ish o'rnatib qo'yish qilib borasiz, to'g'rimi? Krem. Rasm chizyapsiz? Ha. Keling ha. Aldirmang, demimni ilib olay. Keling ha, qadrlikim. Aldirmang, o'mug'im. Sizga yordamchiymi? Sizning badiningizni sizib qo'yay. Siz hasib bo'lmoqchimi? Oh, yaxshi. Omuqim. Qamcha. Siz yovvoyi hayvonkasiz-ku. Siz meni bezor qildingiz. Keling ha. Boshlaylik. Sizni akilish uchun men pul qashildimmi? Siz meni posh ayol deb qolgan o'xshamamsiz? Albatta. Xatolashdingiz. Men degan rassom. Mening dağlıq asarlarimdan huzurni biling. Xo'sh. Yaraysiz. G'ayrat qiling. Oh. Men ayliqi menmancha Bobbyni ko'rgim kelyapti. O katta-da. Shundaq rasm texchi bu yerda turdi. Ular uni viviska qilib qo'yib, pek oshirib etibdi. To'lima rahimsizlik qilibdi. Sizcha u polisadi bag'chida o'zini o'ltirib olmasa?
u sal g'alitarak odam ekan, biroq u unda qamlashmagan ishni qilmas. To'g'ri, uningda mehrni uzamaydigan shunday ko'p narsalar bor. Shundoq bilaman. Shundoq ko'p. Shuningga o'ylab baqaychi. Qanday narsalar bor ekan? U unda qilmaydi. Unda qilmaydi. Men berib uni topay. Tez berib uni topay. Ronetning materialini qattiq detalim uprab tugishib ketay deganda aran topdim. Keragi qolmadi. Uning bilan do'st chiqib qoldik. Do'stingiz 20 yil ilgari uni oilasidagilarni inson qalbidan chiqqan terrorchi unsurlarning vahshiylik bilan qirib tashlaganligini sizga deb bermadimi? Mehmonxonada chataq chiqibdi. Bobby Groni tipim. Shohman qaytirib keling. Orasini sizib tursin. Dodi efendi, hazırla bari. Hazırla. Qaraganda Bobby yana kelib bizni yalaydiganda qiladi. Uni tepib keling. Xudo, Bobby, unda qilmang. Hargiz unda qilmang. Siz bek yosh, sizning o'ng'ishsizlik uchirganligingizni bilaman. Shundaqdim o'lib o'lishning hojati yo'q-da. O'zingizni qiynamang. Sizning yana fangavnikidan sezgir qulqingiz bor-ku. Xotirjam bo'ling, men sakramayman. Tangriga shukr. Bilmadim, men fangavning qo'lig'i bilan sizga nimani tushuntirmoqchi bo'lgandim. Men ijodiyatga ilhomimni yo'qotdim. Kerak yo'q. Men va Masen sizga yordam qilamiz. Yo'q. Mening amda rassam bo'g'im yo'q. Nim deb amdi? Qo'lingizda boshqalar intizor bo'layotgan narsa bor-ku. Nima narsa u? Nom Attaq. Siz degan donliq odam. Kino cho'lponlaridami mashhur. Hech nima qilmasangiz bu nom chiqara olasiz. Mening nomim bormi? To'g'ri dedingiz. Rasmsizmismi? Bobby yanada shodxo'ra. Shundoq ruhliq. Ber. Men to'nji qatam shundoq erkinlik his qilyapman. Ber, zulami. Erkinligingiz tugadi. Voyjon, astroqmansiz-chi? Men ta'minlagan bu yoqlar bilan yana 2 parcha sizing. Uningga bo'lmaydi, kalva. U rasm sizmaydigan bo'ldi. Mening hozir ilhomim keldi. Velni qanday qilamiz? O'ltirib at. Ta'limga oliy maktabda go'zal san'atni o'rganib ekanman. Bu ishkisini rasm setilib bo'g'ichi qoldirib qo'yib, rasm setilib bo'lgandan keyin jaylib atgan. Rasm bitgan bo'lsa, rasm bilan ularni rasm setish xonasiga olib beradi. Ondan tikuchar aeroplandan birini mening oldimga avatgan. Bu yer ko'rib o'tirmayamanglar-chi. Hozir qo'lim qichishayotdi. Qo'lga tushirmak ajab tas bo'ldi. Bizdan vel, Bobbylar bilan karimiz bo'lmaydi. Rasm setish yig'inidan ilgari ularni qutqizg'ili bo'lmaydi. To'g'ri, rasm setish yig'inidan ilgari ularga hech ish bo'lmaydi. Agar hozir berib qutqizimiz desak, rasmni qo'lga tushirmaymiz. Ixtiyoringlar. Ansirmanglar. Dunyodagi eng ilg'or qo'g'dug'ichi o'zini bosamay hayajonlanib ketib planimizni buzib qo'ymasli bo'ladi. Undaq bo'lmaydi. Zadil undaq bo'lmaydi. Bu gapga men qo'shilaman. Jigirmi yetdimi? Kim 27 ming chiqirdi? 27 ming? Nayt yaxshi. 28 ming chiqirdiganlar bormi? 28 ming? 28 ming bormi? 28 ming bir qatim, 28 ming ikki qatim, 28 mingga tutishdik. So'g'uq ayroldik. Abdori Bobby Gro setish kelishimnomasidagi 37-nomer. Dastlabki setish bahasi 50 ming Amerika dollari. 50 ming Amerika dollari. 55 ming chiqirdiganlar bormi? O'ng'ishliq bo'lyapti. Yana 9 parchadan keyin ularni jaylab. Biz o'lib ketadigan bo'ldik. Sizlar qachonlik harakatingizlar? 55 mingni chiqirdiganlar bormi? 55 ming. 65 ming bormi yo'q? Men o'tirg'i chiqadigan payt keldi. 65 ming bormi yo'q? 65 ming. 65 Amerika dollari. Xarqis, mening da'vatqinim 65 ming Amerika dollari. O'sha eski bir nima? Chaqchaq qilyotmaydigansiz. 65 ming.
65 ming chiqirdiganlar bormi? Uning rost yolg'onligini men qanday bilaman? Mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, men olaman. Rita, sizdan jig'ib saqlovchi ekanligingizni o'ylamabman. Qaynonam kelmoqchi edi. Mening yana 37 minut vaqtim qoldi. Mehmonxona uyini jo'shtiraylik. Ulguramaysiz Xudaymi? U azaldan shundoq. 75 ming. Vel, u sizning yigitingizmi? Yo'q, u meni o'ldirmoqchi. Men yaqinda mudofiyalanish kursida qatnashgan. Sizga yordamim kerakmi? Yo'q, bo'ldi. O'zim hal qila olaman. Baho talashishni davomlashtiring. Kechiring, o'choq chaqilyotidi. O'tiring, og'zingizni yuming. Bo'ladi. 78 ming chiqirdiganlar bormi? 78 Kanada dollari. Qani qiz, chaqchaqinma. Biz kim ortiq qilib setyapmiz? 78 sent. Men yaltirab turgan yangi tanga pul chiqirman. Astoydligimni ko'ryapsiz-ku. Men bir Amerika dollari chiqaray. Qani qiz. Yana mushunda g'alba qiladigan bo'lsangiz, omonlik saqlog' uchun chaqirishga majbur bo'laman. Biz darhol ketaylik. Rasm setlib bo'lmagan tursa. Bo'ladi. Emis siz qilib qiling. Men ketay. Yuring. Vel, sizlarga yangi a'zo lozim bo'lsa, men xabar qiling. Men noyit qiziqaman. Rahmat. $20,000 rubli. Tez, mashinaga chiqinglar. Chapsan. O'tiringlar. Mashinaga chiqinglar. Tez. Men Rodini qo'g'lay, siz rasmni qo'g'lang. Sen iflaskensen. Sen dunyodagi eng iflos odam ekansan. Sen mendan foydalanibsan. Uni o'z onon to'tligidan ko'r. Bir sushdi. Hay, aldingizmi? Anladim Dasha. Men kompyuterda siz bilan Rodini ko'rdim. Uni dengiz boshlig'iga bag'izmang. Siz unga yetishmaysiz. Men uni sharaf qo'g'lay. Siz menga uning chastotini ulab bering. Rodining chastotisini hozirni ulab beraman. Your naked body is lying on the ground.
bakınız qurup qaldı. Endi qo'g'layamaydigan bo'ldingiz. Men uni qo'g'lay, siz Qur'onni harakatlantiring. Dasha, chaqchaq qilmang. Sizning 2 minut vaqtingiz qoldi. Endi vaqtni isrof qilmang. Kay, tez Qur'onni harakatlantiring. Ba'zida bek johillik qilasiz. Pilot bilan boshqariladigan bomba taxlab qo'yildi. Kontrol qilish xodisidagi qizil knopka orqali pilotni kontrol qiling. Rodi, gapimni alam, bu qatim faqat ogohlantirish. Men boshqarilgan bombani o'rnatib qo'ydim. Endi yangi qolmasangiz yuz xatni qilmayman. Kechiring, bitinolmaysiz. Uning degin to'g'ri, o qiyiq kes osmon balik binoga tegib ketadi. To'g'ri, men ustimini tez qilib. Kay, buni to'g'rilab, men boshqa amal qilmadi. To'g'rilayapman, u bek tez uchyotdi. Yana qanchalik vaqt kerak? 30 sekund. Men uni astiltay. Shimol tarafga aydan. Bu yer binolar ko'p shu yerga qo'g'lab kirgizdi. Bu men. Ajab qo'rqdim. Binalarning orasiga kirib ketdi. Bu yerga qo'rqib, ko'l qilib bitman. Baba, o'q chiqaman. Bana aniq tushundiring. Haqqaniyat uchun. Rodi degan bütün oilangizdagilarni qirib tashlagan qotil. Siz rasmni deb undaq qilmadingiz. Siz bo'lgan bo'lsangiz, shunday qilardingiz. Xatolashdingiz. Men do'stimni oldimayman. Tushunib qolasiz, balkim keyinchi yana hamkorlashib qolamiz. Hamma yerda saqchi bor ekan. Tez qaytjam. Bo'lmasa hech kim bilan hamkorlashamaysiz. Men sizning dengiz bo'yida degan gaplaringizni rasmlar sohasidan ayrilishni xotirasi qilay deb o'yladim. Men uni Bobby Groning sayyor san'at ko'rgazmasi deb atadim. Ancha yaxshi emas ekan. Oh, to'xtab turing. Men ism qo'yishga usta edim. O'ylanib olay. Oldirib ketma. Well, bu amalingiz yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga. Bir qadahdan ko'tarib g'arbiy qirg'oqdagi eng shafqatsiz qahvaxonaga hurmat bildiraylik. Ha, to'xtanglar. Sizlarga bir narsani ko'rsatay. Qaranglar. Rasmlar sohasidagi yangi cho'lpon. Kasbingizda o'zgartmoqchi bo'libsiz-da? Men o'zimning qo'lidan keladigan ishni qilishni xohlayman. O portlash. Rasmonigi. Bu rasmlar nurg'un xaridorlarni jalb qilgan edi. Barchasi unutib qolib tasqabdiman. O'g'irlab ketilgan hiliqi danglib 10 parcha rasmni qaytarib keldinglar.
Shundaq, uni Ronitla saqlab o'tirdi. Yaxshi. Anlasam, şunun içindeki birini qaytırıp kelishi uchun nurg'un ajr singdiribsizlar. Tasimi? Onda qilmang, qo'lingizni torting. Rasmimni etketmang. Meni rasmimni etkasiz bo'lmaydi. Men uni amdili tushirishga boshlagan edim. U meni yo'qib qo'yganim o'zinglar bo'lgan tag'in. Rasm meniki, etkasiz bo'lmaydi.